2023 yilda ishlab chiqarilgan qop-qora panterasini topib qo'ydik, ko'ringlar. 2023. Balon 4 ta yumshoq balon qo'yib qo'yganman deyishyapti. Yangi akkumulyator ham qo'yishgan ekan. Ko'ringlar. Elektronika, avtomatik korobka, mana rullari ham o'zi chiqib tushida qondan. Shunaqa eng fullidan qidirganlarga jo'natib qo'yasizlar. Sarvar obzorga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar. Zo'rlardan injiqlarni chiqarib turishga harakat qilaman. Qop qorasi. Kimga qiziq bo'lsa, ko'ringlar. Misol uchun o'zimga qora mashinalar yoqadi. Qorasi zo'r deb o'ylayman. Endi oqi ham kimlargadir yoqadi. Endi hammani fikri har xil, hammaga har xil narsa yoqadi. Ko'ringlar, holati yaxshi ideal holatda. Kraskalari toza deyishyapti. Hech qanaqa ishi yo'q deyapti. Motorlari ham stuk holatda ekan, zo'r holat. Evakor polilar tashab qo'yilgan. Sinna chexollar, o'zini zavodskiy chexollarda, mana avtomat korobka. Qo'g'itleganda. Faqat nomiga o'tkazib olishga chiqadi ekan. Generalni qilib berish bo'lmaydi ekan, faqat aferment qilib berar ekan. Aka nech pul deyapsiz buni? 11200 so'rayapmiz. 11200. Kami bor. Kami bor. Ha, sarvar obzordan chiqsa, to'g'ri o'sha 11000 ga bitirib beraverasiz. Yo undan ham arzon qilib beraverasizmi? Ha, undan ham. Ha, men nomimdan chiqsangiz sarvar obzor, esdan chiqmadingiz, sarvar obzordan chiqsalar 11000 dan arzon qilib beraveraman deyishyapti. Nomeringizni aytib o'rasiz. 77lik 77lik 499 499 0007. 0007. Kelar mana arzon narxda chiqarishda davom etamiz. Nexia 2020 yil ekan, ko'rishingiz mumkin. Holati ham ideal holatda. Balonlari ham yangi ekan, yangidek bo'lib turibdi. Orqa qanot, kapotmi? Ikkala orqa qanotda kraskasi bor deyishdi. Ko'ringlar holatni. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Narxi ham yaxshi stoyda, yaxshi arzon. Ko'ringlar, chexollar ham yangi taqib qo'yilgan shekilli tiniq holatda bo'lib turibdi. Chekkasi nima anaqa polilar ham bor. Ko'ringlar. Holati yaxshi deyapti. Qozonlari butun ekan. Aka, probega qancha bo'libdi? 153. 153 ming probega bosib o'tgan. Avtomat korobka, monitorlari bor. Monitorlari ham ketadi ichida aka. Monitorlari ham ichida ketadi. Yangi balon qo'yilgan kecha. To'rtta yangi balon. Kecha qo'yib qo'yishdi mana ko'ringlar. Balonni kecha yangi qo'yib qo'yilgan deyishyapti. Aka 7.5 deyapsizmi? Ozmoz o'tib. Ha, 7.5 dan ozmoz o'tib beradigan joylari bor ekan. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 91lik 154 0095. Akalar jentra qidirib yurganlarga darrov tashlab qo'yinglar. Kraskasi tozasidan, mana qozonlari ham joyida. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ketgan yoshligim Elektronika amaliy bo'lib qo'yilgan. Monitorlari ham bor. Evakor polilar tashab qo'yilgan. Ko'ringlar. Muzikalar qo'yib qo'ygan. Shillalari bilan. Qanaqa holatda bo'lib turibdi? Ha, balonlari ham zo'r holatda ekan. Yangida bo'lib turibdi deyarli. Hamma yo'q ichiga ketadi. Anaqa parlar ham qo'yib qo'yilgan. Bu ham bitta tuydi. Soat e'tibor bermasdan. Holatda bo'lib turibdi. ko'z o'ngimda shu an Motorlarga mana приятный tana holatda himchisiga qilib olib chiqishgan ekan bozorga. Ko'ringlar. Aka, generalni ham bo'laveradi. Generalni ham bo'laveradi aka. Ha, generalni dokumentda muammo bo'lmaydi deyishyapti. Hozir 10500 dedingizmi aka buni? 10300 dan kami bor ekan mana. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 93lik 93lik 225 0404 aloqaga chiqib sarvar obzordan chiqyapmiz aka desalar ancha arzon qilib berishadi mashinani. Akalar 2010-yilda ishlab chiqarilgan Epica qidirilganlarga, Epica ishqibozlariga kapotda ozgina joyida kraskasi bor ekan. Keyin eshikda bor ekan. Bu ham ozgina joyida ekan, ana shu bir qarashga bir qarash. Ko'ringlar. Mana elektronika, nimalari ham, regirovkalari ham sheyda shekilli. Multirol, davrada zo'r mashina bo'lgan. Ko'ringlar, sinna chexollari ham matri chiroyli bo'lib turibdi. Polilari bor.
Balonlarni ham mana ko'ringlar, yaxshi holatda ekan. Balonlari ham bir 80% shunaqa bo'lib turibdi. Orqa kapotlari ham. Qaydan ochiladi aka? Ha, odam. Mana metallarigacha bor ekan. Metalni yili necha aka? Metanni yili necha? Yilini bilmayman uni. Ha, xullas, metan bor ekan, yilini bilishmaydi. Ha, yangi metan ekan. Xullas, metanda ham haydab yursalar ham bo'ladi. Motor korobkalari zo'r aka. Motor korobkalari yaxshi. Motor korobkalari mana zo'r deyishyapti. To'ska motor qo'yadi, 600 gazda qo'shib qo'yilgan. Ha, srochniga 6000 dan kam bor deyapsiz. Nima kam bor? Aka 5000 ga eplab olsa bo'ladi. Sarvar obzordan chiqsa. Sal qo'shadi. 5000 ga sal qo'shilsa berib yuboraman deyishyapti Epicani aka. Hamma yo'g'i zo'r holatda deyishyapti. Ko'rdilar. Kraskalari ham deyarli radnoy mashina ekan. Qozonlari ham butun holatda turibdi deyishyapti. Hoji aka nomeringizni aytib yuborasiz? 94lik 94lik 492 492 0475. 0475. Akalar mana yangi Cobalt dvigatellarga yangisidan bor ekan. Qo'ylar diskalari ham bir ajoyib $1000 ga taqib qo'yganman deyishyapti. Bu qanaqa diska bu? Qanaqa zavod? Asaman Veliusmi shunaqa ekan. Archa balonlarda eng qizig'i yangida ekan balonlari ham 2025. Ko'ringlar. Elektronika ko'ringlar mana bu yerda akustikalarni ham ko'ringlar. Menimcha buni o'rnatgan shekilli yo shuna bilanmi? Kommentariyada yozib aytib yuboringlar. Avtomat korobka, monitorlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Chexollari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Polilar, evakuator polilar tashab qo'yilgan. Hozir probegini ko'ramiz. 245 ming, 24 ming bosib o'tgan ekan kilometr. Zo'r. 24 ming probeg bosib o'tgan ekan. Eshik ochilib yopilishlari ham tana holatda bo'lib turibdi. Urinib ketmagan ekan. Ko'ringlar, orqalari ham tana holatda bo'lib turibdi. Menimcha mana bu bar qo'yib qo'yilgan ekan. Aytdim bu nima ichi boshqacha bo'lib turibdi dedim. Ko'ringlar, orqa deflektorlari ham ishlaydi shekilli. Holatni ko'ringlar. Lekin diskasiga ishqibozov oldi. Diskasi ham bir ajoyib chiroyli o'tiribdi. Old tonirovkalargacha ham bor ekan, ko'ringlar. Sostenalari ham idealniy bo'lib turibdi. Aka, bu tonirovkasiga qancha ruxsat bor? 1 oy. Ha, 1 oymi ruxsati bor deyishyapti tonirovkaga. Keyin dokumentini qilib o'tkazib olsalar ham bo'ladi. Hozir 12 ming deyapsiz bahosini? 12,5 ming kami bor. Sarvar obzordan chiqsalar 12,5 mingdan o'tib beradigan joyi bor ekan. 2025 oldilari restayling qilib qo'yilgan. Yaxshi holatda. Aka, nomeringizni aytib yuborasiz? 94lik 397 49 49.